Kurban Eyit'te cik koyla soyulup Allah rahmetlerimizi etip teşekkürlerimizi etip aşağı koylarını meşede kembekal halı iğir invalidlarga emiskep cemiyet birleşmesi tapşırıp bugün mü çöp köp cik ballıklarga nakalarga her türlük soğularını ep kep meşede bemeksi. İntayın çoğun bir get oldu ya Nayt tasirlendim bana. Bunda kurbanlıklarına endi texmi bizning jutma Şvetsiyadan başlaq bo'lishini biz orzu qilamiz. Endi bizda boshqacharoq o'tadi, chunki u yerda endi qonunlar boshqacharoq bo'lgani uchun har kim endi qurbonlikni endi o'zlari atab bir yerlarga atab beradi. O'zlari bunda qo'y so'yib, bunda qilishga imkoniyat yo'q, chunki bizda sanitarni nimada sentralizovanı hamma narsa shuni yardım qilmaydi. Taşla Türksek nahiyelik barlığını başını koşup birlik ittifakını asas kılıp ötküzgen 1 iyun ballarının Qoğdaş günüge begişlangan. Onudaki Kurban yetimizdeki asas kılıp jagdıyı teminatı tövellerge yardım köstüş halkımızga kolumuzda kesken. Endi köngüllük öttü dep hesaplayımız ballarga bolgandan keyin ballarning köngülünü kötürüş anadaki halkımızdaki muhtaç teminat tövellerini köngülden çıkış yardım kılış. Moşu işçilarga yardımdan qo'llab quvvatlagan birinchi Jetson nahiyasi hakimat rahbarligiga rahmatimiz aytamiz qo'llab quvvatlagan. Onadaki moşu joy o'tkazgan joyiniki tijorat egalariga Abdukadirova Nurbangul Abdurahmonova. Turmuş nachar ayollarga arnab cho'ng bir marosim o'tkazyapmiz mana shu ishki Jetsu bilan Turksep rayonidagi yigitboshlar, xonim-qizlar hammamiz birga mana shu bir qurbonlik savob ish qilaylik deb shu marosimlarni o'tkazyapmiz. Ish qilib Alloh subhanahu taolo bizniki bu qilayotgan yigitboshlarniki, xonim-qizlarniki problemning ishlarini qabul aylasin. Mushishga qo'l uchun sulg'an bizniki nurg'unlagan sponsorlarimiz bor. Shularniki hammasiga bizniki shu jamiyat nomidan rahmatim aytgan keldi. Başta keyingi Qur'on aytlargacha hammamiz aman bo'laylik. Hammalarni tabrikleymen, balalarga salomatlik tilayman, xotirjamlik tilayman. Osmonimiz ochiq bo'lsin, zaminimiz tinch bo'lsin, kim biz qayt bo'lsa aman bo'lsin. Biz bugün mushu 1 iyun gen защите детейni balani meyrimi bilan tabriklaymiz. Qur'on aytinglar muborak bo'lsin. Zaminimiz tinch bo'lsin, osmonimiz ochiq bo'lsin. Har doim mashtaq prazdniklar bo'laversin, meyramlar. Hammalarga salomatlik. Mush fursatning foydasini birinchidan bizga qo'l uchun sozgan, yordam qilgan, yer yo'lak bo'lgan har qanday tijoratchi, al ag'ina, do'st birodar, xalqimizga cho'ng jamoatchilik nomidan rahmatimizni aytamiz keldik. Hammalarga cho'ng rahmat. Alloh taologa harakatlaringizga, ovqatlaringizga barakatlarni bersin. Masaq birlikda ish qilish Alloh nasib qilsin. Shundaqla bu fursatdan foydalanib saddoshlarımga, meni atrofimda yurgan, o'pchiramda yurayotgan, birlikda ishlayotgan topdoshlarimga, xonim-qiz, yigit boshlariga cho'ng minnatdorligimni bildirman.